15. Jismga ikkita o'q rasmda tasvirlangan yo'nalish bo'yicha kelib urilib, unga tiqilib qolsa, ularning birgalikda tezligini toping, deyapti. Xo'p, dastlab OX o'qi yo'nalishida harakatni musbat olamiz. OX o'qiga qarshi harakatni manfiy olamiz yo'nalishini. Tenglamasini tuzib olsak, hop, M1 va 1. Endi OX o'qiga qarshi harakatlanyapti. Ikkinchi o'q minusdan M2 va 2. Shu ikkita o'q keladida, bu jismga tiqilib qoladi, deyapti, urilib. M umumiy deyman. Ko'paytirilgan qandaydir u tezlik bilan harakatlanadi desak. Xo'p. O'rniga qo'ysak, mana bu 10 gramm, 10 darajasi minus 2. 2 kilogramm. 3000 santimetr degani 2 dan 0 ketsa 30 metr taqsim sekund. 0,3 bo'ldi. Minus 40 gramm, 40, 10 darajasi minus 3. Santimetrda metrga o'tsa 2 dan 0 ketadi. 20 ni 40 ga ko'paytirsam 800. 10 ustida minus 3 bilan 0,8 bo'ldi. Teng. Umumiy massasi hop 10, 40, 50 gramm, общий 1 kilogramm bo'lyapti. Ko'paytirilgan u. Hisoblasak minus 0,5 teng o'ga. C javob chiqdi. Endi mana bu manfiy ishora qaysi tomonga qarab harakatlanadi deb so'rasa, OX o'qiga qarshi deysiladi. Keyingi harakatini. Biz dastlab OX o'qiga